oyatlar qaysil oyatlar degan so'rovlarda bo'ldi-da. O'sha oyatlarni aytib o'tsangiz. Ruqiya oyatlari men hozir bu so'ragan odamlarga, birodarlarimizga oson bo'lishligi uchun bir odam masalan farzandini o'qishi mumkin. Ruqiya qilaman deb. Bo'lmasam ejasini, otasini, opasini o'qiyman deb shu odam so'rayotgan bo'lishi mumkin bu savolni. Shifo niyatda o'qisin. Eng birinchi, eng yaxshisi shifo niyatda o'qisin. Shifo niyatda o'qishlik uchun ruqiya oyatlarini olimlarimiz aytadi. Qur'ondagi jamiki oyat shifo niyatda o'qilsa, inshaalloh ruqiya bo'ladi degan. Niyati shifo. Endi bir odam sehrlanib qoldi. U odamdan sehrni daf qilishlik uchun xosatan sehr oyatlari o'qilishi kerak. Sehr oyatlari. Bo'lmasam ko'z tekkan u odamga ko'z oyatlarini o'qish kerak. Ruqiyani o'qilayotganda odamning niyatiga qarab o'qiladi. Misol uchun chiqaraman degan niyatda o'qiladigan bo'lsa, bunda Qur'onda xos oyatlar bor. Xos oyatlar Qur'onda har xil yerda keladi, har surada har xil oyatlar chiqaradigan oyatlar. Buni alohida o'qiladi. Endi bu narsani misol gapirtirilishi uchun, jinni so'zga kirishligi uchun o'qiladigan oyatlar ham bor. O'qiganda jinlar azoblanadigan, kuyadigan oyatlar bor. Yaxshisi shu so'rayotgan birodarlarimizga qiladigan tavsiyamiz shifo niyatda bilgan surasini, Fotihani biladi. 7 marta ixlosni o'qisin. Ixlos qilib, ma'nosini tushungan holatda o'qisin. Oyatul kursini biladi. Ixlos qilib o'qisin. O'qiyotganda, har o'qiyotganda, masalan, Fotihani bir o'qib o'tdi, deyish kerak. Deganda o'sha odamga tegsin shu narsa. Keyin o'zini o'zi dam solganda da shunday qilish kerakmi? Agar o'ziga o'zi dam solganda qo'l ochiladi. Qo'lga dam nafxi uriladi. Fotihani o'qidi, deyiladi. Shuna qilib badaniga sipab dam solsa ham bo'ladi. Bo'lmasa bir odam boshi og'riyotgan bo'lsa, bismillah deb o'ng qo'lini boshiga qo'yadi, Fotihani o'qiydi. O'zini boshiga. Ha. Agar masalan bu bilak og'rib qoldi, qo'l og'rib qoldi, bismillah deb 3 marta silaydi. Shu duolar bor, duolarni o'qib, keyin Fotiha, Oyatul Kursi, Yasin misol uchun bilgan suralarni ixlosini o'qiradi. Inshaalloh o'sha odamga mana ruqiyasi afzalroq bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh bu ruqiyaning oyatlarini ham terang inshaalloh bu narsani tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Lekin eng yaxshisi shifo niyatda bilgan surasini ixlosini o'qisin. Bilgan surasini shifo niyatda. Ixlosda o'qisa da bo'laveradi. Albatta. Oyatul Kursida o'qisa bo'laversa kerak. Oyatul Kursi 3 marta, 5 marta, 7 marta, xolasin mana 11 marta o'qisin. Nimaga biz taq aytyapmiz, jubpas? 3 ta deyapmiz, 7 ta deyapmiz. Chunki innalloha vitrun yuhibbul vitra deydi. Alloh taqni yaxshi ko'radi deydi. Aynan uchun 3 ta o'qing deymiz, 11 ta o'qing deymiz. Endi masalan 6 ta, 8 ta o'qsa ham bo'laradi. Lekin Alloh taqni yaxshi ko'radi degan so'z borligi uchun shularni aytamiz. Lekin Kafirun surasi, Qul ya ayyuhal kafirun, Ixlos, Qul huvallohni masalan 3 martadan, Falaq, Naslar 3 martadan o'qib o'ziga dam solsa yoki boshqa bir odamga dam solsa bo'ladi. Nima dengiz suvi dengiz tuzu dedingiz-ku. O'sha dengiz tuzu o'zini turli tuzlarni aytib o'tasizmi? Atayin al tuz bo'lakcha bo'ladi. Atayin bo'lakcha tuz ham bor, dengiz tuzi. U tuz ham bor, atayin ash dengiz tuzi deb lekin bizning tuzga o'xshamaydi. Achchiq toshdan kichkinaroq bir tuzga o'xshaydi va o'zimiz tuzi ham mashinaga kirib ketadi. O'zimiz tuzda bo'laveradi. O'zimiz tuz ham bo'laveradi. Shu o'zimizning tuzlar bor. Mana shu tuzlar ham inshaalloh shu narsaga kifoya qiladi. Internetdan davom bir so'ro, internetni ochiq tosh degan tushunmay taqamiz deydi. Ochiq tosh degan qanday bo'ladi tam shuni tushuntirib bersangiz. Ochiq tosh. Sirke dedingiz-ku, sirkeni da tushuntirsangiz. Misol ko'pchilik odamlar sirke bilan nuqsuz do'ka bir deb tushunayotganda, sirke bo'lak Sirka shunday narsaki, payg'ambarimiz yaxshi ko'rib ichgan narsa. Eng birinchi odamni shu narsaga ixlosini ko'taradigan va shu narsani iste'mol qilishga sabab bo'ladigan narsa, yana ham yaxshiroq tushunishlik uchun odamni qiziq narsani tug'diradigan narsa qiziqishdi. Payg'ambarimiz yaxshi ko'rib ichgan narsa. Sahobalar yaxshi ko'rib ichgan narsa. Bu narsani odamga juda ham katta foydasi bor. Meditsina tomonida ham va bu ruhiy, shar'iy
shunaqa yovuz ruh, jinlar tomonidan ham bu narsani shularga juda ham katta foydasi bor odamlarga. Bu agar kislota qo'shiladi, bular bu uksiz bo'lib qoladi. Kislota qo'shilsa. Kislota, bu ichgan odamni kuydirib yuboradi bu narsa, uksiz. Endi bu sirka bo'lsa, bu asosan bog'bonlarda, shunaqa ko'p meva ekkan odamlarda bo'ladi. Olmani qadimgidek suvsi bo'ladi. Olmani suvsi. Olmani suvsi. Keyin uzumni suvsi bo'ladi. Uzumni shu uzumdan chiqqan alohida suv bo'ladi. Bu qanchadir vaqtda yasaladi. Bu sirkani misol asal qo'shib ichadigan bo'lsa, yana ham bu kuchini kuchaytiradi. Odamda oshqozonni yaxshi hazm qilishligiga va oshqozonni yaxshi bekam ishlashiga sababchi bo'ladi. Mana shu narsani jinlar yomon ko'radi. Rasululloh yaxshi ko'rgan narsani odamlarga ziyon beradigan, Allohning rahmatidan uzoqlashgan shayton jinlar yomon ko'rganligi uchun bular qochadi bu narsadan, bezillashadi. Shu olmani suvini va uzumni suvlarini odam ichishligi yoki suvlarga sepib, suvlarga quyib sepishligi, hattoki cho'milishligi ham inshaalloh foydasi katta bo'ladi. O'shunda sirka olmadan ana juzumdan jasalotganda, asosan mana shular yaxshiroq. Odamlar islom do'konlarına kelganda, bozorlarga tushganda, uksiz bilan sirkani ajratib olish uchun, bir ko'rganda ajratib olishdan qanday emelari bor, masalan, belgilari bor, tuzunda belgi bor, damında belgi bor. Yo'q, bular ta'mida belgisi bo'ladi. Masalan, uksuzni odam icha olmaydi. O'cha achchiq degan. Achchiq bo'ladi. Buni jittaganda bilinadi. Bilinadi. Bu uksuzni masalan hidlanganda hattoki odamning og'zidan ham ta'mi kelib turadi. Uksuz odamning og'zidan ta'mi kelib turadi, lekin sirkani ta'mi kelmaydi. Sirkani u darajada, uksuzli darajada odamning ta'mi kelmaydi. Aslında uksuzli jittaganda murdun jarib yotgan darajada qattiq jit bo'ladi ekanda. Qattiq yetib bo'ladi, ha. Adam bir jittagandan keyin jittay olmaydi boshqa. Albatta. Uni uksuzligini biladi. Jittayveradi. Hidlaydi, hattoki uni bir qoshiq ichishi ham mumkin. Quyib turib, ichishi ham mumkin. Bu uksuzda esa ichishi olmaydi. Inshaalloh islom do'konlarida bor bu narsalar. Tusidan ayirma bo'ladimi? Bo'ladi. Uzumlik qoraroq bo'ladi. Uzumli sirkasi qoraroq, olmaniki suvga o'xshaydigan uksuzdan rangi boshqacha bo'ladi. Uksuzda suvga o'xshaydi. Endi bu olmani sirkasining suvi bu uksuzning rangini albatta farq qiladi. Bir qarab bilib olsa ham bo'ladi, ichib ta'midan bilsa ham bo'ladi. Anda uksuz qadimkilar suvning o'ngünday tunliq bo'ladi ekan. Anda olmaniki biroz bilikchiroq bo'ladi. Bilikchiroq bo'ladi, albatta. Haligi so'qqa o'xshab bilikchiroq bo'ladi. Shunday rangda bo'ladi. Musulmon bir to'g'onlar atayin bir o'sha sirkaga atayin bir jarıqni kirgizib berdik. Qo'ldan kelishincha islom do'konlaridan so'raganlarda sirke deb so'rag'lar, uksuz emas, uksuz bo'lik ekan. Sirke deb so'rasanlar, inshaalloh damla aytgan narsani topasыңар. O'ngunda da ayirmachilik bo'ladi ekan. Uksuzni jittaganlarda o'ta achchiq, bunday super kleydi jittaganda ele odamni mesini jetib shunday qanıljar jarib turgan darajada achchiq bo'ladi. Sirkeni jittaganlarda anchalik achchiq emas. Ani bemalol jittasanlar bo'laveradi ekan. Endi damla ochiq tosh dedingiz, ochiq toshda bir o'zingiz ochiqni kirgizib bersangiz. Bu ochiq tosh deb ko'k tosh ham deyiladi, ochiq tosh ham deyiladi. Ko'k tosh deb ismi ham bor bu narsani. Bu narsa asosan hozir attarlar deb qo'yilardi. Attar. Shunaqa attar do'konlarida ochiq toshlar sotiladi. Attar bozorlari bo'lardi. Ana shu yerlarda shu ochiq toshlar bor. Ochiq tosh deb so'rasanglar, hozir islom do'konlarida ham bu narsa keng tarqalgan. Inshaalloh foydasi ko'p bu narsani. Islom do'konlarida ochiq toshni ham, keyin sirkani ham inshaalloh topadi. Ashlardan so'rab bemalol olishi mumkin. Men ochiq toshni rangi ashi tuzi singari oq bo'ladi. Shu. Ochiq tosh, lekin ko'k tosh degan ismi ham bor bu narsani. Yo'q, o'xshab ketadi, biroq ana islom do'kondagilar o'zlari ayirmalab tushuntirib beradi inshaalloh. Inshaalloh berishadi. Islom do'konlarida borganda ko'k tosh desa da, ochiq tosh desa da o'zlari berishadi ekanda. Ko'proq ismi ochiq tosh bo'ladi, lekin ba'zi bir anaqalardan eshitganmiz, bu ko'k tosh ham deyiladi deb aytganlar ham bor. Ko'k tosh, ochiq tosh, ko'proq ochiq tosh deb so'rasa inshaalloh beradi. Alloh razı olsun damla.